هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 79. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn-i Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 79. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ma'da'udu billahi mineşşeytanirracim. Münafıqlar müminlerin içideki mertlik bilen köp sadaka kılgıçılarını taqatının yetişçe, yani kembagal bolğanlıqdan az sadaka kılgıçılarını ayıplaydı. Ularni masxara qiladi. Allah ularni masxara qilganliklari uchun jazolaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ko'p sadiq qilg'uvchilarni ayiblash va oz sadiq qilg'uvchilarni masxara qilishning munofiqlarning alomatlaridan ekanligi. Bu ham munofiqlarning sifatlaridandir. Hech qanday odam har qanday ahvolda ularning ayiblashidan xoli bo'la olmaydi. Hatta sadaqa bergichilarmi ularning ayiblashidan xoli bo'la olmaydi. Agar sadiq qilg'uvchilardan biri pul molni ko'p elib kelsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam deydi. Agar u oz narsa elib kelsa, ular Allah haqiqatan bu oz narsadan behojatdir deydi. İmam Buxoriy Abu Vail'dan Abu Mas'ud radiyallahu anhu'nun bu haqda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sadiq qilishga buyurish haqidagi oyat nozil bo'lganda biz sadaqalarimizni ko'tarib kelatdik. Biror odam jiq narsani sadiq qilsa, munofiqlar bu riyoxo'r odam ekan deyshadi. Ya'ni bir odam biror sa narsa sadiq qilsa, Allah haqiqatan bu sadaqadan behojatdir deydi. Shuning bilan munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadiq qilg'uvchilarni taqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan oz sadiq qilg'uvchilarni ayiblaydi. Ularni masxara qiladi degan oyat nozil bo'ldi. Bu qissani Imom Muslim rivoyat qilgan. Avfi ibn Abbas radiyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kuni payg'ambar alayhisalom kishilarning oldiga chiqib, sadaqalaringlarni yig'inglar deb jakarladi. Shuning bilan kishilar sadaqalarini yig'di. Bir odam eng oxirida bir sa' xurma elib keldi va ey Allohning payg'ambari, bu bir sa' xurmadir. Men kechicha quduqdan suv tatib 2 sa' xurmaga erishdim. Bir sa' xurmani o'zimga elib qilib, yana bir sa' xurmani sadiq qilib berish uchun sana elib keldim dedi. Payg'ambar alayhisalom u xurmani yig'ilgan sadaqaning ustiga to'kishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom u xurmani yig'ilgan sadaqaning ustiga to'kishga buyurdi. Munofiqlar uni masxara qilib, Allah va uning payg'ambari haqiqatan bu sadaqadan behojatdir. Sening bu bir sa' xurmangni Allah va uning payg'ambari nima qilsin deydi. Bir ozdan keyin Abdurrahman ibn Avf payg'ambar alayhisalomga sadaqa bermagan biror odam qoldimi dedi. U sendan boshqa hech kim qolmadi dedi. Abdurrahman ibn Avf uningga mening sadaqa qilishga atab qo'ygan 100 o'qiya oltinim bor dedi.
Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu Abdurrahman ibn Avf'ga sen sarang bo'ldingmi dedi. U men sarang emas dedi. Ömer rost shundoq qildingmi dedi. U ha shundoq qildim. Mening 800 dirham oltinim bor. 400 dirhamni Rabbimga qarz berdim. 400 dirhamni o'zimga elib qoldim dedi. Payg'ambar alayhissalom uningga Allah sana o'zingga elib qolgan boyliqingda va sadaqa bergan boyliqingda barakat bersin dedi. Munofiqlar Abdurrahmanni ayblab Allah Taolaning nomi bilan qasamki Abdurrahman sadaqa qilgan narsani riyo qilib berdi deydi. Ular yolg'onchilardir. Abdurrahman faqat mardlik qilib shundoq ko'p sadaqa bergan edi. Shuning bilan g'olib va buyuk Allah uni va uning hiliqi bir sa qo'mini sadaqa qilgan hamrohini oqlab Qur'onda oyat nozil qilib mundaq dedi. Munofiqlar mu'minlarning ichidagi mardlik bilan ko'p sadaqa qilguvchilarni toqatining yetishicha, ya'ni kambag'al bo'lganlikdan az sadaqa qilguvchilarni ayblaydi, ularni masxir qiladi. Bu qissa Mujohid va bir qancha kishidanmi yuqoriga o'xshash rivoyat qilindi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ibn Ishoq mundaq deydi. Mu'minlar ichidan mardlik bilan ko'p sadaqa qilganlarning qatorida Abdurrahman ibn Avf bor edi. U 400 dirham sadaqa qildi. Ularning orasida yana Ajlan jamoatidagilarning qarindishi Asim ibn Adimu bor edi. Bu ish mundaq bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni sadaqa qilishga rag'batlantirdi va qiziqtirdi. Abdurrahman ibn Avf o'rnidan turib 400 dirham sadaqa qildi. Asim ibn Adi o'rnidan turib 100 vasaq xurmo sadaqa qildi. Munofiqlar u ikkisini ayblab, bular riyo qilish uchun shundoq ko'p sadaqalarni qildi deydi. Amr ibn Avf jamoatidagilarning ittifoqdoshi bo'lgan Unayn Arashi jamoatidagilarning qarindishi Abu Uqayl ta'tuk ishlab topgan bir sa xurmini sadaqa qilish uchun elib kelib, uni yig'ilgan sadaqalarning ustiga to'kdi. Munofiqlar uni masxir qilib kulishdi va Allah haqiqatan Abu Uqaylning bir sa xurmisidan behojatdir deydi. Allah ularni masxir qilganliklari uchun jazolaydi. Bu ularning yomon qilmishlariga va mu'minlarni masxir qilganligiga qarata berilgan jazodir. Chunki jazo amalning o'z tipidan bo'ladi. Allah bu dunyoda mu'minlarga yordam berish uchun munofiqlarni masxiraga qoldirib jazolaydi. Oxiratda ularga dardlik azobni tayyorlaydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qilgan, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Allah hargiz ularni mag'firat qilmaydi. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Allah fosiq qavmni hidoyat qilmaydi. Munofiqlarga mag'firat talab qilishning man'i qilinganligi. Allah Taala bu oyatda payg'ambari Muhammad alayhissalomga ana shu munofiqlarning uning mag'firat tilishiga loyiq emas kishilar ekanligini, agar ularga 70 qitim mag'firat talab qilgan taqdirdami, Allohning ularni hargiz mag'firat qilmaydiganligini xabar qiladi. Ba'zi tafsirshunoslar bu oyat tilga ilingan 70 qitimning arablarning so'z qilish uslubiga asosan so'zni mubolag'alashtirish uchun tilga ilinganligini, hargizmi qitim sonini belgilash uchun emasligini bayon qiladi. Va agar qitim sonini belgilash uchun bo'lsa edi, 70 qitimdan ortiq mag'firat talab qilinsa, Allah ularni mag'firat qiladi degan hukmni berib qoladi deydi. Yani bazı tafsirshunoslar bu 70 ma'lum hukmni bildirdi deydi.
Sha'biy bu haqda mundaq deydi. Abdullah ibn Ubay kesil eg'irlashib sakratga tushib qolganda, uning o'g'li payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib, "Atam sakratga tushib qoldi. U jon uzganda sening uning qishida turishingni, uning jinoza namozini tushirishingni xohlayman" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga "Isming nima?" dedi. U Hubab ibn Abdullah dedi. Payg'ambar alayhisalom "Isming Abdullah ibn Abdullah bo'lsin. Hubab degan haqiqatan shaytonning ismidir" dedi. Ondan uning bilan berib uning otasining o'limiga hozir bo'ldi. Uningga ko'nglikini kaydirib qo'ydi. U o'ruqlab quruq so'ngak bo'lib qolgan edi. U o'lgandan keyin jinoza namozini o'qidi. Sahobalar payg'ambar alayhisalomga "U munofiq bo'lsa, nima uning jinoza namozini o'qiysan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: "Alloh taolo haqiqatan ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi?" dedi. "Men ular uchun cho'qim 70 qitim, ya'ni 70 qitim va yana 70 qitim mag'firat talab qilaman." Urva ibn Zubayr, Mujahid va Qatada ibn Daama qatorliqlardanmi yuqoridagiga o'xshash rivoyat qilingan. Uni Ibn Jarirmi rivoyat qildi. Rasulullohga xiloflik qilib Tabuk g'azatiga chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar uylarida bexaraman o'ltirganliklari bilan xo'shal bo'lishdi. Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi. Ular bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, albatta issiqda Rasululloh bilan birga chiqadi. Ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'ilsin. Munofiqlarning jihadga chiqmaganligi uchun xo'shal bo'lganligi. Alloh taolo Tabuk g'azatiga payg'ambar alayhisalom bilan birga chiqmay uylarida o'ltirgan, payg'ambar alayhisalom chiqib ketgandan keyin uylarida qolganligi bilan xo'shallangan munofiqlarni ayblab mundaq deydi: "Ular Allohning yo'lida mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishni yoqtirmadi." Ular, ya'ni ularning ba'zilari bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Bu shuning uchunki Tabuk g'azatiga chiqishga chaqirilgan vaqt havo intayin isib ketgan, ko'ngil soyilani va bog'lan tatadigan bir chaq edi. Shunga u munofiqlar bir-biriga issiqda chiqmanglar deyishdi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhisalomga mundaq dedi: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, sizlar payg'ambarning buyrug'iga xiloflik qilganliginglar sababidan boradigan jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Ya'ni jahannamning o'ti sizlar qochgan issiqdan va dunyoning o'tidanmi necha hassa qiziqdir." İmam Malik A'rajdan Abu Hurayradan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Odam avlodi dunyoda yondirayotgan o't jahannam o'tining 70 partisidan bir partisidir" dedi. Sahobalar: "Ey Allohning payg'ambari, shu bir parcha o'tmi jahannamda albatta yetarkan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Uningga 69 hassa o't ortiq qilindi. O ortiq qilindi" dedi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimmo rivoyat qilgan. İmam Hakim Nu'man ibn Bashirdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi: "Shak shubhisizki qiyomat kuni davzax ahlidan eng yengil azoblanadigan odamga jahannamning o'tidan bo'qqushliq ikki oyoq kaydirilib qo'yildi.
boğquçluq ikki oyoq keydirilib qo'yiladi. Bu ikki oyoqning haroratidan uning mingisi xuddi qozonda suv qaynagandek qaynaydi. La ilaha illalloh. U do'zax ahlidan hech kim mendek qattiq azob chekmadi deb o'ylaydi. Albatta, u eng yengil azobga duchor bo'lgan odamdir. Bu vaqtda bu hadisdan boshqa yana nurg'unlagan hadislar bayon qilingan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Yo'q, u muqarrar do'zaxdir." Ya'ni bu gunohkor kofir mundaq arzudan yonsin. Pido qilingan hech qanday narsa uni azobdan qutqiza olmaydi. Uning oldida do'zax yenib turdi. U haroratining qattiqligidan boshning terisini shilidi. Mu'minlar va kuffarlardan iborat bu ikki firqa Rabbi to'g'risida munozirlashdi. Ya'ni mu'minlar bilan kuffarlar Allohning dini ustida bas munozir qilishib, mu'minlar Allohning diniga yordam bermoqchi bo'ldi. Kuffarlar Allohning nurini o'chirmoqchi bo'ldi. Kafirlarga o'ttin kiyimlar pichildi. Ularning başları üstüden yuqori haroratli qaynoq suv quyildi. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritildi. Ular temir to'qmoqlar bilan urildi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan do'zaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular do'zaxga qaytarildi. Ularga köydürgücü do'zax azabını tetinglar deyildi. Şübhəsizki bizning oyatlarimizni inkar qilganlarni do'zaxga kirgizimiz. Ularning terileri pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yengishlaymiz. Alloh taolo bu oyat karimda mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularga aytqinki jahannamning o'ti texmi qiziqdir. Agar ular tushunadigan bo'lsa, hassilab qiziq bo'lgan jahannamning o'tidan saqlanish uchun havoning issiqligiga qaramasdan payg'ambar alayhisalom bilan birga Alloh yo'lida urush qilishga albatta chiqadi. Ondan Alloh taolo ani shu munofiqlarni bu qilmishlar uchun qo'rqitib mundaq deydi: ular qilmish gunohlarining jazosi uchun oz kulsin, ko'p yig'ilsin. İbn Abu Talha, İbn Abbas radhiyallohu anhumaning bu oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi: dunyoning muddati nihoyat ozdir. Shunga munofiqlar dunyoda xohlagancha kulsin. Dünya tugab ular g'olib va buyuk Alloh taoloning dargohiga qaytganda ularning bu kulgisi mangu to'xtamaydigan yig'iga aylandi. Agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytirib o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga ilib borsa, ular ikkinchi bir g'azatga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Shubhisizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay, o'yinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Munofiqlarning urushga chiqishga ruxsat qilinmaydiganligi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni buyurib mundaq deydi: agar Alloh seni Tabuk g'azatidan qaytirib o'zrisiz qilib qolgan munofiqlardan bir turkumining yeniga ilib borsa, bu vaqtda qatada mundaq deydi: bizga xabar qilinishicha ular 12 odam ekan. Ular ikkinchi bir g'azotga chiqishga sendan izni so'rasa, ularga aytqinki, sizlar men bilan birga mangu g'azotga chiqmanglar. Hargiz men bilan birga chiqib urush qilmanglar. Ya'ni bundaq deyilishi
munofiqlarga ig'ir besim qilish va munofiqlarning azoblanishi uchundir. Ondan Alloh taolo buning sababini ko'rsatib mundaq deydi: shubhisizki sizlar dastlabki qitimda chiqmay uyinglarda bexaraman o'ltirishga rozi bo'ldinglar. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizalarga ishonmaganidek, ya'ni ishonmaydi. Shak shubhisizki yomonlikning jazosi yomonlik bo'ladi. Bu xuddi yaxshilikning savobi yaxshilik bo'lganiga o'xshaydi. Alloh taolo Hudaybiya sulhisi bayon qilingan suradimi mundaq degan: Hudaybiyaga chiqmay qilib qolganlar g'animat elish uchun chiqqan vaqtlarda, endi g'azotga chiqmay qilib qolg'uvchilar, ya'ni ayollar, kichik bolalar bilan o'ltiringlar. Ibn Abbos bu oyat haqida mundaq deydi: ya'ni sizlarmi g'azotga chiqmay qilib qolgan erlar bilan o'ltiringlar. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmagin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagin. Uning qabrisi ustidami turmagin. Chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi. Ular fosiq holati bilan o'ldi. Munofiqlarning jinoza namozini o'qishdan cheklash to'g'risida Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni munofiqlardan judo bo'lishga, munofiqlardan biri o'lsa, uning jinoza namozini o'qimaslikqa, uningga mag'firat talab qilmaslikqa yoki duo qilish uchun uning qabrisiga berib turmaslikqa buyurdi. Chunki ular Alloh taoloni va uning payg'ambarini inkor qildi. Hem şu holatda o'ldi. Bu munofiqlikni oshkorlangan har qanday bir odamning umumiy hukmidir. Lekin bu oyat munofiqlarning boshlig'i Abdullah ibn Ubay haqida tushgan. İmam Buxoriy bu haqda Ibn Umarning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Abdullah ibn Ubay o'lganda uning o'g'li Abdullah ibn Abdullah payg'ambar alayhissalomning qishiga kelib, onundan ko'nglikini berishni, bu ko'nglik bilan otisini kepallaydiganligini so'radi. Payg'ambar alayhissalom ko'nglikini berdi. Ondan Abdullah onundan otisining jinoza namozini o'qib berishni so'radi. Payg'ambar alayhissalom uning jinoza namozini o'qimoqchi bo'ldi. Shu chaqda Umar o'rnidan turib, payg'ambar alayhissalomning peshidan tortib turib: ey Allohning payg'ambari, sen uning namozini o'qimsan, Rabbing seni uning namozini o'qishdan to'sqango dedi. Payg'ambar alayhissalom: Alloh menga faqat ixtiyorlikni berib, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular, ya'ni munofiqlar uchun mayli mag'firat talab qilgan, mayli mag'firat talab qilma, baribir o'xshash. Ular uchun 70 qitim mag'firat talab qilsangmi, Alloh hargiz ularni mag'firat qilmaydi degan. Men 70 qitimdan ortiq mag'firat talab qilaman dedi. Ömer o haqiqatan munofiqdir dedi. Ammo payg'ambar alayhissalom uning jinoza namozini tushirdi. Shuning bilan g'olib va buyuk Alloh: ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagan. Dafn qilish, ziyorat yoki duo uchun uning qabrisi ustidami turmagan degan oyatni nozil qildi. Bu hadisning davomida Umar mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom uning namozini tushirdi va jinoza bilan qabristonlikqa berib, toki u dafn qilinib bo'lguncha uning qabrisi ustida turdi. Men uning jinoza namozini tushirmaslik haqida payg'ambar alayhissalomga so'z qilishga jur'at qilganligimdan o'zimni hayron qoldim. Alloh va uning payg'ambari nima qilishni obdan biladi. Allohning nomi bilan qasamki,
Şu vaqtdan ancha uzun o'tmayla ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularning orasidan o'lgan hech bir odamning namozini tushirmagan, uning qabrisi ustidami turmagan, chunki ular Allohni va Allohning payg'ambarini inkor qildi, ular fosiq holati bilan o'ldi degan oyat nozil bo'ldi. Shuningdan keyin g'olib va buyuk Alloh payg'ambar alayhissalomni qabz ruh qilg'icha u hech bir munofiqning namozini tushirmadi va qabrisi ustidami turmadi. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilgan. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida Tavba surasi tafsiridan 84-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.